To'g'risini aytsam, bu safar arzon narxga uchib, Xitoydan xato zakaz qilib qo'ydim. Gap nima haqida ekanini hozir tushuntiraman. Xitoydagi yozgi chegirmalar paytida mana shu sumka 30% skidkaga tushgan ekan. Ya'ni 15 yuan bizning pulda 25 ming so'mga to'g'ri keladi. Qarasam, menga sifati, ko'rinishi yoqdi. O'zimizdagi narxi 145 ming so'm ekan. Ha, mayli shuncha arzonga tushadi menga deb zakaz qilgandim. Lekin zakazimni qo'limga olganimdan keyin xafa bo'lib ketdim, chunki Xitoydan hali bunaqa upakovka bilan zakazim kelmagandi. Bu holatni ko'rib, men ichi bo'sh qutib berib yuborishgan deb o'yladim. Chunki boyagi sumka bu qutiga sig'masa kerak edi. Ha, mayli bo'sh qutib berib yuborgan bo'lsa yoki ichiga boshqa tovar solib berib yuborgan bo'lsa, magazin ustidan shikoyat qilib, pulimni qaytarib olaman deb qutini ochib qarasam, o'sha sumka ekan. Sumkani ko'rib, qo'rquvlarim sal bo'lsa ham yo'qoldi, lekin baribir ham bu esilgan qutiga sumka qanaqa qilib sig'ganiga hayron qoldim. Xullas, bunaqa xavotirli raspakovkadan keyin sumkani ochib qarasam, sifati juda ham yaxshi ekan, xuddi videodagi kabi. Realnisi ham shunaqa ekan. Buni ko'rib rosa xursand bo'ldim. Lekin ba'zan bunaqa xavotirli holatlar haqiqatan ro'y berishi mumkin. Ya'ni ko'pchilik programmalardagi arzon narxlarni ko'rib zakaz qilib qo'yishadi, lekin magazinchi o'sha bo'sh quti yoki quti ichiga qog'oz paket solib berib yuboradi. Mijoz esa mana shu bo'sh quti uchun Xitoy magaziniga ham pul o'tkazib beradi, uni kargosiga ham pul to'laydi. O'rtada shuncha pulga kuyib qoladi. Lekin buni yechimi bor, ya'ni siz Xitoy magaziniga tovar uchun o'tkazib bergan pulni hammasini qaytarib olish huquqiga egasiz. Bundan tashqari, xohlasangiz o'sha tovarni aynan o'zini sizga magazinchi berib yuborishi kerak. Agarda sizda ham xuddi shunaqa holat bo'lgan bo'lsa yoki o'zingiz uchun o'rganib qo'yishni xohlasangiz, men sizga buni o'rgataman. Buning uchun menga obuna bo'lib, tarixdan plus belgisini yuborib qo'ying. Oxirida sumkam nima uchun ezilib kelganini sababini ham topdim. Agarda mana shu havo pufaychasi bilan to'lib kelganida sumkam ezilmasdan chiroyli bo'lib kelgan bo'lardi.